O'rtoq, senga bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Hozir ishlarim yaxshi emas. Agar menga nimadir bo'lsa, ayolim ahvoliga qarab tura olasanmi? O'rtoq, xavotir olma. Mana bilasan-ku. O'zingga ishonganda ishonsang bo'ladi. O'rtoq, mana bu mashinam bilan uyimning hujjatlari. Bugun hammasini sen nomingga o'tkazib beraman. Nega o'rtoq? Menga nimadir bo'lsa, bu narsalar senga omonat, o'rtoq. Seni tushundim. Ko'ngling to'q bo'lsin. Meni bilasan-ku. O'zini qarang. Kecha o'zi uxlab qoldi-yu. Aldoqchi, kecha ishdaman degandingiz-ku? Yo'q, nima deyapsan? Hazillashyapti-yu. Ming bora dard eshigin qulflab yopolmadim. Izlasamda betinim bitta do'st topolmadim. Ishonchni Bolla, meni vaqtim bo'ldi. Sizlar aytgan gapim esinglarda? umr yo'lim do'stsizlikka bog'ladim. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Xavotir olma, hammasi joyida. Nag'masi bugun o'zimga o'zim do'stmas dedim hammasi. Bari yolg'on deb lekin yuziga aytolmadim. O'zimga o'zimdayin bitta do'st topolmadim. O'rtog'im ketgandan keyin berkib qolgandirsiz. Xolasiz bu joyga aylantirib kelaman. Xo'p, mayli. O'zingiz kelib olib ketasizmi? Ha, tayyor bo'lib tursangiz o'zim olib ketaman. Halo, eshitaman. E'lon bo'yicha telefon kod. Mashina sotiladi deb yozib qo'ygan ekan. Ha, shunaqa. Sizga manzilni tashab beraman. Mashinani kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashina o'zimning nomimda. Do'stni do'st deb pand yedim, do'stlar vafo qilmadi. Do'stni do'st deb g'am yedim, do'stim parvo qilmadi. Labzi yo'q xiyonatkor mansabparast do'stlarim. Mayli sog' omon bo'ling ikki yuzli do'stlarim. Mana mashinani hujjatlari. Yaxshi kunlaringizda haydang. Menga qara, sen hozir Tohir mashinasini sotib yordingmi? Ha, sotib oldim. Nima edi? Sen jinnimisan? Birovni omonatini ham sotib yuradimi? Senga ishonib o'rtog'im deb tashab ketgan bo'lsa. Nima? O'rtoq? Omonat? Endi esingga tushib qoldimi? Men-ku mayli mashinasini sotib o'rgandirman. Sanchi? Xotini bilan yuribsan-ku. Senga ishonib tashab ketmaganmi? Bu narsalar haqida hamma gapirsa ham sen gapirmagin. Tushundingmi? Qadrimni bir pulga sotgan odamlar mehrimni O'rtog'inglar qamalganiga ham 1 oy bo'pti. Undan bir xabar olgani kelmabsizlar? Kelamiz komandir, kelamiz. Endi ozgina ishlar ko'payib ketdi-de. Tirikchilik bilan ahvol yaxshimi o'zi? Sizlarni bu yo'lga chaqirganim sababi o'rtog'inglar yetkazgan zarar qoplab beradigan bo'lsanglar, o'rtog'inglar ozodlikka chiqishi mumkin. Menda hozir uncha pul yo'q. Senda bormi, o'rtoq? Menda yo'g'u sharoitimni bilasan o'zing. Komandir, biz o'rtog'imizni yaxshi ko'ramiz, lekin hozir buncha pul yo'q deb bizada. Meni nimaga chaqirding? Tohirning xotinini uydan chiqarib berishing kerak. Uyini sotishim kerak. O, menga qara. Mashinani sotding. Endi uy sotmoqchimisan? O'zingni bos. Agar xotini bilan o'ynashib yurganing Tohirga yetib borsa nima bo'larkin, ha? Senga 12 soat vaqt uyni bo'shatib qo'y. Mani tanidingizmi? Tohir akaning ayollari bo'laman. Tanidim. Agar bugun vaqtingiz bo'lsa, siz bilan ko'rishib olsak bo'ladimi? Mayli, xo'p. O'lmasingdan turib kafan bitsalar, do'st Abdulloh eplolmabdi-de. bitsalar, qadaqdamay deb zahar bersalar, axir men sizlarni yaxshi ko'rar edim.